Onasini ensin bular hammasini to'p tashlayman, chopib yeb olaman bularni. Nima qilyapsiz qo'ylarni? Olib kelganimga ancha bo'ldi bularni. Yem bersam isroq qilib tashlayapti, semirmayapti bulardan, zerikdim bularni Qanaqa hammasidan. qilib beryapsiz? Shunaqa qilibmi? Shunaqa qilib beryapman. Ha, butunicha bersangiz yemaydi-da, buni yechimi bor-da. Yechimini ko'rsataymi bo'lmasa menga? Bo'ldi. Mana sizga aytgan yechimim qo'yli quruq tanlamaydigan, liboy narsani chiqaradigan drabinkalar bo'ladi. Endi qo'yingizni to'yib yuborish kerak yo'q. Nimaga temirmayapsiz? Mana shunaqa tomonlarni mayda-mayda qilib beradi, qo'yingiz bemalol yuboradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu drabinkalarimiz suv tekin narxda 1.750 ming so'mdan. Bonus tariqasida 4 xil nasatkasi, tishlari 22 talikdan boshlab 28 talikgacha bo'ladi. Motorlari mis, alyumin farqi yo'q. Kimgadir qiziq bo'lsa, liboy joyga jildirib ketaverasiz. Tishini ham o'zgartirish oson bo'ladi. Shunday ochasiz, bitta almashtirsangiz bo'laveradi. Rezinkalarigacha tayyor bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki albatta kelishilgan holatda bu eng arzoni 1.750 dan 2.100 ming so'mgacha bo'ladi. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Qo'shtepadagi Vodiy universal drabinkalarda turibmiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.